yashasana. Tog'a. Nima deysan dadamga? Sizni uradimikan, bo'ptimi? Suv, elektr energiyasi va tabiiy gaz kundalik hayotimizda katta ahamiyatga ega. Har daqiqa ulardan foydalanishga ehtiyoj sezamiz. Shu bois foydalanilgan energiya resurslari uchun qarzdorlikni bartaraf etishni ham unutmasligimiz lozim. Afsuski, kommunal xizmatlarni o'z vaqtida amalga oshirmay kelayotgan fuqarolar ham yo'q emas. Ularning oldini olish va qarzdorliklarni bartaraf etish maqsadida Andijon shahrida reyd tadbiri o'tkazildi. Tarmoqqa qaytib olasiz. Qaytib olasiz. Liboyni nima deyapsan? O'zingizni bosib gapiring. Yoshingiz katta, o'zingizni bosib gapiring. Boshiga niyaga kirib. Bo'ldi, e'tirozim yo'q. Meni qilayotgan xatti-harakatimizdan murojaat qilamiz yuqori turuvchi organga. Bizda Qo'shari MFda yuqori qarzdorlar deputat qarzdorlik qisqartirish bo'yicha 4 ta xonadonga kirib o'tdik. Ikkitasida undiruv choralari ko'rildi, qolgan ikkitasi to'lovga amalga oshirilmaganligi uchun tarmoqdan ajratilyapmiz. Hozirda yana davom etyapti. Boshqa ro'yxatdagi xonadonlarimiz bor, shularga ham boramiz. Reyd davomida to'lovdan bo'yin tovlab kelgan ayrim iste'molchilarga nisbatan qonunga muvofiq choralar ko'rildi. 21 nafar iste'molchi gaz tarmog'idan, 4 nafar iste'molchi elektr energiyasi tarmog'idan uzildi. Shu o'rinda aytish joizki, byuroning Andijon shahar bo'limi tomonidan joriy yilning o'tgan davrida kommunal tashkilotlar foydasiga undiruvlar bilan bog'liq ijro hujjatlarining ijrosini ta'minlash borasida olib borilgan ijro harakatlari davomida tabiiy gazdan 4,5 milliard, elektr energiyasidan 15,5 milliard so'm hamda ichimlik suvidan 3,5 milliard so'm qarzdorga undirilishi ta'minlangan. Yuqoridagi holatlar takrorlanmasligi uchun eng to'g'ri yo'l kommunal xizmatlari uchun to'lovlarni vaqtida amalga oshirish. Bu orqali ham o'zimiz, ham boshqalar uchun qulaylik yaratamiz.